97-yilda qurilgan. Qaysi dars o'tyapsizlar hozir? Yan boshlab Maktabinglarni yaxshilab beramiz. mana bunaqa Prям все emas. Qarang, yiqilib tushsa o'zini urib oladi-ku bu. Qanday ko'paydi biz limon qilamiz. Bo'lib bosqichma-bosqich qilaylik. Keyingisi nasos. Ichimlik suv ta'minot. Ketdik. Bu eng kattasi shu magistralli bu. Nechinchi yil deb qurilgan bu? 70-yil qurilgan. Muammo Shavkatni berdi. Ular energiya zapravkalar ko'p. Ular qarzi bor. Подожди, yangi nasosga 35 milliard kerak. Bularning qarzi 31 milliard. 31 milliard. Kam ishlaydi, ko'proq suv chiqarib beradi. Hurmatli prezidentimiz faqat qayg'uradilar odamlarning kayfiyatiga. Kelamanman, Yalvarda. Yopib tashlagansizlar bu bog'chani. Hamon yopish. Talbalarda elektr ta'minotida ham muammolar bor. Dastur qilib bersak, ular uchun alohida hayot tarzi o'zgaradi. Mahalladagi yo'li 1 kilometr yo'l asfalt qilinadi. 500 ta bolaga qilamiz. Shuncha bolalaring bog'chasiz ekan. nevaralar kelganda bunaqa ahvol bo'lib qoldi. Shuni o'ylab shu 590 ta bolaga mo'ljallayapmiz-da. Ochilishiga keling. Yangi bino kerak. Joy masalasi. Tak, nima taklif? Menga tahlil qilib bergan. Buni o'to'g'ri-ku, qanaqa raqs? Rivojlanish kerak. Bunaqa masalada. Да, немножечко. To'rttalasi bo'yicha. Dasturga kirgizamiz bo'lmasami? Yuztadan ortiq muammolar hal qilindi. Xorazmda iqtisodiyot haqida kichkinagina bir tasavvur qilish uchun To'g'ri yetdi juda past. ish o'rni ko'p yaratilyapti. Endi mana pullaring bor, shaffoflik kerak menga. Ko'p bo'ladi tushunish. Sizlar ham o'zlaringga mas'uliyat olib qisqa muddatda menga natijalar olib kelinglar.